Qurilishda nima gap, Markaziy Osiyoda nima gap? Eng so'nggi yangiliklar bilan bo'lishaman. Yangi Toshkent hududida qad rostlayotgan yangi O'zbekiston universiteti 90% ga bitta va tez kunda mustaqilligimizni 35 yilligiga atab birinchi lot, ya'ni kirish qismi rasman tez kunda ochiladi nasib. Qirg'izistondagi Bishkek Arena ham 95% ga tayyor bo'lgan, tribunalar, umumiy fasad va umumiy konsepsiya hammasi tayyor. O'tlar, chimlar yotqizilsa bo'ldi va bu stadion ham Qirg'iziston mustaqilligi uchun ochilishga tayyor holatga, shay holatga kelmoqda. Tojikistondagi yangi stadion, Tojikiston Bernabeusi 85-90% ga bitgan, ichki tribunalari qo'yilgan, tayyor, chim yotqizilsa bo'ldi va u ham Tojikiston mustaqilligini ochilishi uchun ochilishga tayyor. Qozog'istondagi Astana City ham juda ham masshtab jihatdan gigant loyiha, yangi Toshkent, yangi Astana, o'zi umuman Markaziy Osiyo menga yangilanayotgandek, yangi Markaziy Osiyolashayotgandek tuyulyapti. Sizlar fikringlar qanaqa, yozib ketinglar. Qurilish haqidagi eng so'nggi barra yangiliklar bilan Shahzod Hikmatullayev sahifaga obuna bo'ling. Markaziy Osiyo arxitekturasi haqida gaplashamiz.